Grip ve o'tkir respirator infeksiyasi bu qanday kasallik? Grip ve o'tkir respirator kasalligi yuqori nafas a'zolarining yallig'lanishi bilan kechadigan kasallik bo'lib, buni viruslar keltirib chiqaradi. Grip ve o'tkir virusli kasalliklar bu burun, tomoq og'rig'i, bosh og'rig'i bilan kechadigan o'tkir yuqumli kasallik hisoblanadi. Bu kasallik mavsumiy kasallik hisoblanib, O'zbekiston Respublikasida noyabr, dekabr oylaridan boshlanib, bu aprel oyigacha davom etishi mumkin. Hozirgi kunda tumanimizda bir qancha shu o'tkir respirator infeksiyasi bilan kasallanib, kasalxonalarimizda davolanayotgan bemorlarimiz bor. Bu aholi orasida shunday bir shubhali, har xil tasdiqlanmagan gap so'zlar yuradi. Bu bolalar orasida har xil boshqa joylardan kelgan virusli infeksiya deb xalqimizning orasida tushunchalar bor. Lekin hozirgi kunda tekshirishlar natijasida hamda bu tadqiqotlar natijasini olib qaraydigan bo'lsak, bu hech qanday boshqa joydan kelgan yoki bolalar orasida shunday tarqalayotgan boshqa virusli infeksiyalar hisoblanmasdan hozirgi kunda mavsumiy, har yilda uchrab turadigan mavsumiy grip va o'tkir respirator kasalligi hisoblanadi. Tumanimizdagi uchrab turgan bu kasallikni agar tahlil qilib qaraydigan bo'lsak, 14 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida ko'plab uchrab turibdi. Hozirgi kunda ularning ham orasida 2 yoshgacha bo'lgan bolalarning orasida shu grip va o'tkir respirator kasalligi bilan kasallanib, kasalxonada davolanish holatlari uchrab turibdi. Endi bu kasallik qanday sog'lom odamga yuqib qolishi mumkin? Grip va o'tkir respirator kasalligi bemor bilan bir xonada yashaganda, nafas olganda, bemorning aksa urganida, yo'talganida o'zidan havo tomchi yo'llari bilan chiqargan viruslarning sog'lom odamlarning organizmiga nafas olish paytida organizmga kirib qoladi hamda shu yuqori nafas a'zolarida yallig'lanish holatlarini keltirib chiqaradi. Endi grip va o'tkir respirator kasalligida qanday belgilar paydo bo'ladi? Bu virusli kasallik bilan o'tkir respirator kasalligida tana haroratining yuqoriligi, bu ya'ni 37-38 gradus temperaturagacha ko'tarilish, bosh og'riq, yosh bolalarimizda bo'lsa bu injiqlik, mushaklarda og'riq, bo'g'imlarda spazmlar bilan kechadigan bu kasallik hisoblanib, bu yengil o'tib ketadigan mavsumiy kasallik hisoblanadi. Bu qanday holatlarda og'ir o'tishi mumkin? Juda yosh bolalarda, keyin immuniteti past bo'lgan bolalarimizda hamda qariyalarda og'irroq o'tishi mumkin. Bu kasallikning og'irlashishining oldini olishimiz uchun biz ko'proq dam olish, suyuqlikni ko'proq iste'mol qilish hamda bu vitaminlarga boy bo'lgan poliz mahsulotlari, meva mahsulotlaridan kundalikli iste'mol qiladigan ovqatimizga qo'shib iste'mol qilinsa, bu aholimizning bu immunitet darajasining ko'tarilishiga olib keladi. Immunitet darajasi ko'tarilgandan keyin bu grip, o'tkir respirator kasalligi bilan kasallanish holati bir munchaga kamayishi mumkin.